Xullas do'stlar, mana internetdan ko'rmadim. Shunchaki bor narsalar hisoblashadi. Qanaqa kokteyl bo'lar ekan. Xullas banan bor. Men tarvuz kesdim, bir bo'lak. Keyin morojniy soldim. Endi asal solmoqchiman yoki shirin qilish uchun-da, yo bo'lmasam shakar solaman. Nima deysizlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar, keyin oxirida ko'rsataman qanaqa kokteyl bo'lganini. Xullas. Mana sut qo'ydim mana. Qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Oppoq qoldi. Buni ham qo'shib